Farhod aka, bular qanaqa kotyollar? Bu kotyollarimiz issiqxona panellari uchun mo'ljallangan kotyollar hisoblanadi. Bu kotyollarimiz xususiyati shunaqaki, o'tinga, ko'mirga, gazga ishlayveradigan kotyollar. Dehqon akalarimiz mana shu ko'mirga ishlatyapti teplitsalarini. Kotyollar xususiyati shunaqaki, mana eshiklarida to'liq izolyatsiya qilingan azbestnoy, bu kuymaydi issiqlikda. Ko'mirni mana bu yerga tashlanadi. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek 5 lik jelezdan qilingan to'liq. Ko'mir mana shuni bir safar qiladi, bir sutkaga bir safar qiladi, o'sha bir sutka mobaynida isitib beradi. Oho, mana bu gigant kotyollar qanaqa Farhod aka? Bular haqida ham hozir tushuncha bering. Keling, bular haqida ham tushuncha beraman. Bu kotyollarimiz mana ko'rib turganingizdek 2 qavat, mana buni to'liq suv turadi. Mana bu yerlar vozduxadar, mana bu yerda havo beradi har tomondan. Olovni mana bunaqa yoqib beradi. Tepasi ham 2 qavatli qilingan, tepasidan suv turadi. Bunda issiqlik chiqib ketmaydi. Bu kotyolimiz uzoq vaqt yonadi. Bu kotyolimiz 30 so'tlik joyiga mo'ljallangan, 30 so'tlik teplitsani isitib bera oladi. Bundan tashqari mana gigant kotyollarimiz bor, 50 so'tlik. Bundagina ikkita qo'ysak 1 gektarni bemalol isitib bera oladi. Farhod aka, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib bera olasizmi bu kotyollarni? Albatta, O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib bera olamiz. Bundan tashqari dastavkalarimiz tekin hisoblanadi. Qo'shni davlatlarga ham yetkazib bera olamiz. Qoyil. Aka, ishlaringizga omad. Mayli, sog' bo'ling.